Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz Robloxda mashinalarni olamiz va mashinalarni cho'tki qilib, ranglarini tozalab, yenisi sotish o'yinini o'ynaymiz. Bunaqada biz boshladik. Eski mashinani olib, yangidek qilishimiz kerak. Xo'sh. Biz mana shu mashinani chirib oldik. Endi esa bazamizga, ya'ni ofisimizga boramiz. Xo'sh, bu yerda hali tushunganim yo'q. Endi sekin-sekin tushunamiz. Ustaxonada tozalayapti shu. Voy, dod. Basi zanglab ketgan mashina ekan. Shuni tuzatishimiz kerak ekan. Xo'sh, buni tuzatamiz. Yana oxirigacha qilyapti. Bosib turaversam kerak menimcha. Nima qilar ekan tushunmayapman. Bitta bosdim. Mashina, endi shuni bo'ldi. Chiroyli mashina sotamiz ekan. Xo'sh. Bu yerlarni ochishim kerak ekan. Cho'tki nimalardir deb tushunmayman bunga. Endi bu yerdan qanday chiqib ketish kerak? Umuman tushunganim yo'q. Chiqib ketamiz endi bu yoqdan. Ana bo'ldi, chiqib ketdik. Xo'sh, endi bu yoqdan ochib chiqish kerak ekan. Pul yetmayapti. Mablag' yetmayapti. Mashina sotib olish kerak. U soatlik narsadan olaman, sovg'ani. Xo'sh. Bitta bizda mana shu mashina bor ekan. Shu mashinada endi borish kerak. Haydab ko'raylikchi. Haydab ko'ramiz. Xo'sh. Aytilgan manzilga haydab ko'raymi yoki boraymi? O'sha manzilga boraylikchi ana. Endi bu yerdan mashina sotib olamiz. Xo'sh. Buni ochsam bo'lar ekan. 12 goli mashina tushdi. Normal. Shuni olayim ekan. Ketdi. Olmay. Endi o'zimizni ofisimizga boramiz. Xo'sh. Sizlar esa meni kanalimga like bilan obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Men bir ko'tarishim kerak. 1 millionta bo'lishi va'da qildim maktabgacha. 1 millionta bo'lishim kerak. Sizlarning yordaminglar men uchun juda ham muhim. Bitta like bilan bitta obunani bossanglar hech narsa o'zgarmaydi. Xo'sh. Endi pul yetmayapti-ku ana. Mashina sotib olishga. Xo'sh. Mashinalar bo'lar bor ekan. Shu mashinani haydasam bo'lar ekan. Zanglab ketgan va rang o'chib ketgan mashina ekan o'zi ham. Osmon parzo dunyoda ozgina. Bu mashina ham bor ekan. Keyin bu ham bor ekan. Bu joylar ham bor ekan. Bunaqa joy ochib bo'lmayapti lekin. Xo'sh, ozgina tushunmay turibman, lekin o'rganib ketamiz biz. Bilasizlar, biz o'yinlarni o'rganib olamiz. Xo'sh. Bu yerda mashina sotib olamiz ekan. Bu joy ham mashina sotib oladigan joy ekan. Lekin mashina sotadigan joyni uncha tushunmayapman. Bitta mashinamizni tuzatdik-chi. Xo'sh, mana shu mashinani tuzatamiz, ketdik. Cho'tki mashina bo'ldi. Bu yoqda nimadirlar bor ekan. Lozim bizga qiziqmas lekin. Ishlatishga rang bor ekan, balondiki.
Xo'sh, bu mashinani ham qilaveraymikan yoki shu mashinani ham buni sotsam bo'lar ekan. Kit 17 ga ketdi. Bizning pulimiz bor, boymiz hozircha. Mashinani ham qilamiz. Sotadigan joyni o'rganib oldim. Bunaqa narsalar olish kerak. Mashinam ofisimda. Ofisim ham xarob chiqib ketgan, lekin buni ham tuzatamiz. Mashina idealniy mashina ekan o'zi ham. Endi haydaymiz. Mazza bor bo'yin. Ishonmayman. Gap o'yin ekan. Burada kimdir ofisi bor ekan. Ofisi mayli. Biza bitta mashinamizda sayr qilib kelaylik. Biza nima ketdi? Xo'sh, bu joy bor ekan. Bu joyda ham menimcha mashina sotishsa kerak. Cho'tki mashinalar bor. Zo'r mashinamizni to'xtatib turamiz endi. Mashina o'zimga yoqib ketyapti, lekin bundan ham zo'r mashina olaman. Sekin. Lekin sizlar meni kanalimga like bilan obunani bosib qo'yinglar albatta. Endi sekingina mashinani chiqarib olamiz. Sekin olib borib, bu yoqdan mashinalar ko'ramiz, qimmatroq, narxiga yarashirog'ini. Bu yerda ham mashina sotish ekan. Mashina sotib olamiz ekan. Xo'sh. Bu nimaligini tushunmayapman. Mayli. Bu mashina 14 ga bizning pulimiz yetadi, lekin ko'rish kerak mashinalarni. Pulimiz ham oshib qolishi kerak, chunki kerak bo'lib qoladi. Lekin mashinalarni tuzatsak, qimmatroq pul olar ekanmiz. Mashina orqasidan chiqqan narsani. Mashinani ko'rib haydagim kelib ketyapti. Xo'sh. Idealligini qaranglar bu mashinani. Sekin haydaymiz. Qimmat narsalar bor ekan. Ketdik, bir aylanib keldik. Katta yo'lga chiqib oldik, aylanamiz biz. Xo'sh. Sizlar ham o'ynab ko'ringlar, men tavsiya etaman. Robloxdan chiqib qoldi. Qarasam cho'tki o'ynagan. Hoppa. Mashinani
mashinani qaranglar. Lekin mashina maqtanyapti demanglar. Bundan ham mashina bor, lekin oddiy endi birinchi normalniroq mashinada tuyuldi. Shuning uchun sekingina qaytamiz orqaga. Bu yoqdan qaytish kerak. Qaytamiz orqaga sekin. Bu yoqdan yurib. Mashina sotib olamiz u. Normalroq mashina sotib olaylik. Shu yerdan sotsak bo'larmikan, bizning mashinamizni shu yerga qo'yaylikchi. Hech narsa chiqmadi. Bu yoqdan faqatgina sotib olsak bo'ladi, yo. Mana mashina qaranglar. Turkiya ekan. 4 вообще rangi o'chib ketgan, lekin shuni olaymikan. Olgim kelmayapti mashinani. Rangini qaranglar. Bu ham sal lekin rostdan ham zanglab ketgan. Mashina olsammikan? Oldim men. Ketdik. Xo'sh. Bu yoqda ham mashina bormikan? Mayli. Tezroq mashinani olaydi. Bu yoqqa qarab mashinani haydaylik. Bitta mashina olamiz. Kimdir yozyapti, e'tibor beramiz. Kod madorlar yozyapti. 11 ekan mashina olamiz ham. Sotingni olamiz desam. Olgim kelyapti, olgim ham kelmayapti-da shu mashinani. Oldim. Ketsin boydan kelsin. Endi sekingina ofisimizga boramiz. Ikkita mashina bor. Alpulni VIP qo'ysak, pulimizni ko'p qo'ysak, mashinalarni sotib qiziq. Mayli ofisga boramiz. Bu yoqdan. Ofisga keldik endi. Ofisdan mashinani tuzatib sotish kerak. Bu yoqda ochib olaylik yana. Pul yetmayapti. Mashinani tuzatamiz mashina. Ketdik. Nimadir yetmay qoldi dedi. Voy. Nima kulchmi nimadir yetmay qoldi. Mayli buni keyin qilamiz. Buni tuzataylik. Buni tuzatamiz. Cho'tki qilib tuzatib oldik ham. Nimadirlar deyapti, tushunmaymiz.